Assalomu alaykum to'rdoshlar, yaxshimisizlar? Tunogin bir e'lon chiqarib qo'ygandim, bugun naq maydon qilaman deb turib. Yaqindan beri Oymush Robiya Qodirning har xil chapanchilari, o bo'lari bu ayol til ojizdi, chet elchi bilmaydi, inglizcha bilmaydi, bek savodli emas degandek shundaq savollarni har xil chapan yepishlar bo'ldi. Robiya Qodir sarxillarning ichidagi qaysi guruhga kirdi men bilmadim. Endi o'z baqchiq kitob o'qiganligini shundaq bir bayon qildi. Andan keyin men oldin qatim bir narsa ko'rsatgandim. Robiya Qodirningki Dunyo Uyg'ur qurultayida vazifa o'tagan vaqti 2006 yil 11-oydan 2017 yil 11-oygacha. Andan keyin Amerika Uyg'ur birlashmasiga vazifa o'tagan vaqti 2006-yildan 2011-yilgacha deb turib mani ko'rsatgandim. Buni ko'rsatganman. Ondan keyin Robiya Qodir xonim voya indigenous xalqi degan narsa nima ko'rib baxmagan. Ben bilmayman, o'qimayman deb turib o'z bilan birga chiqqan eliq aqlog'uchisidan so'rab mı baxdi. Ondan keyin men bunda bir narsa o'qib beray, ham to'g'ri ko'rsatdim. 2009-yili 5-oyda Dunyo Uyg'ur qurultayining 2006-yil oktyabrdan 2009-yil martgacha bo'lgan faoliyatlarining doklatining 125-betida munda xotirlangan. 2009-yil 3-oyning 3-kuni Robiya Qodir xonim va Asqarjon apandi Kishilik huquq oliy komissarligi ishxonasining programma amaldori Kristina Chung xonim va Indigenous Assalliq millatlar bo'limining moslashtiruvchisi Julian Berger xonim bilan ko'rishdi va Uyg'ur masalasi ustida doklad berdi deb yozilgan. Bunu to'g'ri chiqarib qo'ysaqmi bo'ladi. Ammo 2009-yili 5-oktyabrda Amerika Kishilik huquq qurilishi e'lon qilgan doklad e'lon qilingan. Buni mi bilasizlar? Bunun mayli konu nusxasi olsun, yangi nusxasi bo'lsin, bu narsaga men ancha qiziqib ketmayman. Bunun ichidagi men indigenous xalqi degan temalarga faqat qiziqmayman. Chunki biz Uyg'ur unda xalq emas. Shuning uchun uning qiziqmayman. Men buning ichida ifodalayotganim, buning 60-betida yoziqlik bo'lgan, biz Xitoydan oliy avtonomiya talab qilamiz degan şu cümle. Ondan keyin yana birisi, şu yüksek avtonomiyani mayaqda onu mu qarib qo'yib turayli? Bizni zo'lab şu Xitoyning ichki ishlariga aylantirish uchun qo'shib qo'yilgan 46-moddasi mubotihi. Mana zimin talab qilg'ili bo'lmaydi degan aniq eskartishlardan tatib bor buningda. Bu eliqi tenib oladigan yoki qo'yma yo'qlidisi yo'q deydigan mundaq bir masala emas. Bu zimin davosi. Uyg'urning zimin davosini eliqi o'z taqdirini o'z belgilash degan gapning ishki siba, tashqi siba degandek bizning Uyg'urlarga qartilgan doklad bu. Mushu dokladda hem indigenous xalq deb e'langan, uningga Avstraliyaninki yoki Kanadaning masalasi emas, Uyg'urning masalasi aytilgan bu dokladda. Andan keyin 60-betida texmi eskartib Uyg'urlar uchun biz avtonomiya talab qilamiz deb bizga vakillik qilgan. Biz uni bizning vakilimiz emas, biz mustaqillik iltimos qilamiz, talab qilamiz deb irodamizni 100 ming kishilik imzo orqali Oqsaroyga berib qo'ygan. Shuning uchun o'zimizning haq huquqini qo'g'dayapmiz bu yerda. Andan keyin Robiya Qodirningki mushu amdi kirma bu temaga. Robiya Qodir tili yo'q,
İngilizce bilmeydi dedik. Her yerde tercümalarını işletip geldi. Onun aldıdaki tercümaları Ömer Kanat, Alim Seyitov boğan bilen Çek Cumhuriyeti'ne bağan vaxtideki tercümanı mecburluğunu yok, Rabia Kadir'ni. Bunu anlap biteyli. Siz ile bargan küreşning mahiyeti, məqsədi nima? Müstakillik yoki avtonomiya boludu? Avtonomiya Uyg'urlarga berilgan. Lekin Uyg'urlar Uyg'ur avtonomiya degan gapni Xitoy ijro qilmadi. Biz hozir o'z taqdirini o'zi belgilashtirdik. Onundan keyingisini anlatıp koyay. Xitoy hukumati bizga 55-yili sizlarni yerlik millatlar bo'lganliginglar uchun biz besib olgandan keyin Şinjan Uyg'ur avtonom rayon degan huquqni berimiz, o'z taqdiringlarni o'zinglar belgilaysizlar, o'zinglar taraq qilasizlar deb bizga avtonom huquq bergan. Rabia Kadir berip olgan narsini yana talab qilganligini tinib oldi. Bu hozir bu tilni bilmedi deyli. Tilni bilmagan bo'lsa Rabia Kadirga ayni vaqtida vazifa o'tagan vaqtida Ömer Kanat tercümanlık, anadaki Nuri Türkel advokatlık rolunu oynab, şoförlerimi ba, Alim Seyitov nima rolni muavin prezident ma, muavin Dünya Uyghur Kurultayının muavin başlığı vazifasini o'tagach, hem tercümanlık mı qildi gitti, torladı ba narsaları. Onundan keyin bununki katiplik, bu hamma narsani o'z ustiga olgan. Rabia Kadir yolg'iz qilmagan to'g'ri, lekin qo'l qo'ygan odamlar ichida Rabia Kadir bor. Rabia Kadirning bosh tortib bo'lolmaydigan mas'uliyati va bu jinoiy javobgarlikka tortish degan narsani Uyg'urga javob berish kerak deyapman. Bu masala ma'noda indigenous oq, indigenous ko'k emas, indigenous degan sirtdan kirgan so'zlik ekanligini men oldin qatimda so'zlab bo'lgan. Bu bizningki mustaqillik davoyimizning kechib ketishga qo'l qo'ygan bu dokladlar kim tarafidan ishlandi, nega berildi, men bilmayman, uqmayman desili tugamdi degan masala bor. Bu degan ig'ir jinoiy javobgarlik masalasi bu. Bu o'lsimi, ba'zanlarni o'lgandan keyin voy oqibdi, ko'k bo'pti, yeningda turyapti, yeningdagidan nimishki savol so'rayolmaysa, javob bermayman dedi. Javob bermagan bilan yana bir ekranga chiqib Uyg'ur uyi to'g'riliq so'zladi. Uyg'ur uyi o'ziniki manfaatiga to'g'ri kelganligi uchun so'zladi. Lekin Uyg'urning manfaatiga kelgan savolga javob bermadi. Masala bor. Hozir biz buni ichki jihatdan, tashqi jihatdan emas, Uyg'urninkiga kelgan chaqda Uyg'urning mushu doklad Uyg'ur uchun pichilgan bir fatvo deganga o'xshash yerlik til bo'yicha deb beray. Mushuninki ishiga javob bersin dedim. Cho'qim javob berish kerak dedim. Masala. Bu Çek Cumhuriyetiga borgan chaqdagi o tercüman Ashiyaninki yerlik aşı millatning, aşı davlatdagi tercüman. Xuddi Norvegiya millatidagi tercüman bo'lgan o'xshash Çek Cumhuriyetidagi tercüman Ömer Kanat emas. Kim zo'lidi Rabia Kadirni? Kim zo'lidi? Kim qistidi? Aşı xalqarалық bir medialarda devassi bo'lmamdi. Burun qistalgan bo'lsa, devassi bo'lmamdi. Oxiri kelganda men indigenusni bilmaydim. Aqiti, ko'kiti degan bilan ish tanatmaydi. Torda ne narsalar bor. Biz onu aşkarlaştın ilgiri oylap baktık. Cıkla deydi, vay bu nimemez, tili yoktu, andaktı. Ana tili boyunca tercüm kılan tercüman o Çek Cumhuriyeti'ne bağındaki İngilizce sorunu yok. Tercüman var yine de kim zorladı, kim mecburladı. O ya da Ömer Kanat'ın o kaniden ilip koygan deydi ki Rabia Kadir'ni. Lekin u yerda kim bati Ömer Kanat yenidi bormi? Avtonomiya talab qildik deganni o'zi dedi uni. Avtonomiya berib bo'lgan dedi tig'i. Xitoy bizga avtonomiya berib bo'pti ekan to'q. Onadagi yana uningdami yaxshiroq avtonomiyani talab qildik biz uchun. Biz e'tirof qilmaymiz u tashkilotni. Dünya Uyghur Kurultayını e'tirof qilmaymiz, bizni setayotgan tashkilot. Rabia Kadirni e'tirof qilmaymiz. Bu dokladni bizga vakillik qilmaydi, chunki biz uningkiga biz imzo qo'ymagan, biz bilmagan, biz endi bildik. Shuning uchun biz bularni e'tirof qilmaymiz dedik.
Buni hergizmi tügümes bir nakşidek keyin mondaq boludu, keyin andaq boludu emas, biz e'tirof qilmaymiz. Bollarını yetekliganga o'xshash, sen xato qilding desang, to'g'risini qilib baqa deydi apa o'g'an odamga, bollar. To'g'risini qilamiz. Özünü şunda bilimdar, qalamkash, undaq deb söz o'yini deganni vahshiy o'ynayotdi hozir. Söz o'yiniga biz kirmaymiz. Lekin ma'noga javob berishi shart. Uyg'ur uyi o'zining shaxsiy manfaatiga to'g'ri keldi, abay dedim. Pul qusadigan anda ishlar to'g'ri keldi. Lekin Uyg'urning dardichu, Uyg'urning davosichu, bu dokladlarninkiga javob bermaslik, buni avtonomiya deb turib, aniq yoziqlar 60-betida biz Xitoydan avtonomiya talab qilamiz deb, biz buning ichidagi oq rasm, ko'k rasm, yeshil rasm bilan emas, avtonomiya eskartib turib avtonomiya talab qilamiz degan yeri bor. Anandikin 46-moddasini qo'shib qo'ygan texmi o nimadan zimin talab qilinmaydi deb. Shuning uchun men bu temaga yana ayrim kirman, cho'qim birdan kirman deb turib, oni planimizda bor. Hozir bu Rabia Qodirga tarjimon oqdi, ko'kdi. Yo'q, bu tarjimonniki masalasi emas bu. Bu jinoiy javobgarlikdan qechishning masalasi bo'lyapti. Shuning uchun davatqinim javob berish kerak. Cevap berish kerak dedim. Xitoy bizga avtonomiya bergan bo'lsa, sen yana nimishga avtonomiya talab qilding hamsa? Buningga javob berish kerakdir, Rabia ananglar. Bu dokladninki masalasiga sizlar o'ylab beqinglar, biz xalq harakatini 100 ming kishilik imzo orqali o'zimizning mustaqillik irodamizni Aqsaroyga bildirib bo'lgan. Mushini ching tutsaqli bo'ladi. Biz hergizmi bizni setib bo'lgan odamlarni to'tiya qilib, miyaga oltag'izib, miyada qilib qo'llab oltamaymiz. Kimning qayerda gap sal quloqqa qo'sha qiladigan, o'zimiz ancha japotatmaydigan bir shamol chiqsa shu yerga, o'sha pul berayli, ashuni qo'llab qo'yayli deb oltamaysiz. O izdanisiz, burunlarda izdanmaydiq, burunlarda bilmaydiq. Bu narsalar hammasi to'g'rida mavjud narsalar. Materiallarning hammasi mavjud. İzlanmaganligimiz uchun o'qimadik. Hozir izdandik, shuning uchun bütün Uyg'ur bilan tang biz bularni e'tirof qilmaymiz. Bular munda qilgan haq, Uyg'urni avtonomiya deb turib setivatgan zimin davosini setivatgan haq deb turib biz ularni e'tirof qilmaymiz deyapmiz. Tibetlarni nima ish qilib, Tibetlar kirmagan yerga biz nima uchun u yerga suqinib kirdik degan gap bor-da. U hozir indigenous deganda biz unda xalq bo'lmaganligimiz uchun uni nazardan saqit qilib, dokladning ichidagi avtonomiya talab qilamiz degan narsaga ustida bo'layotgan masala. Zimin davosidan kechib ketdi degan masala ustida bo'layotdi. Shuning uchun har qatimda masalan Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga bergan o'zinglar bergan dokladlar bo'lsin, hamma narsada uning ustiga yaqindan beri mana 7-qurultoy ochiladi degan tashviqotlarning ichidami Erkin Akram apandimiz dedi-ku, "Voy biz mandaq qilgan deblar, keynidan voy biz mana kuzatuvchi Birleşken Devletler Teşkilatı'nın yığınıga biz bir kuzatkichi qatorida kirdik, qatnaşdik dedi. Biz manchi yilning yağı kuzatkichi qatorida kirmading, setib olding, voz kechding madavadan. Shuning uchun o'ynab yuribsa degan gap. Sorunga bog'langan ishlar o'ylab beqing, sorunga bog'langanligi uchun rost gap qilolmaysa, usul o'ynab naqshi aytib o'ginib qolgan odammi yana shuni izlanib turganga o'xshash, sen naqsha usul bilan ota-onangni qutqizolmaysa, qarindoshlaring bilan ko'rishamaysa. Bu aniq bir haqiqat. O'zingni aldashdan boshqa narsa emas. Madaniyat o'ti-puti, xo'sh, madaniyat bo'lsa sen qayerda atlas ko'ylak bilan do'ppangni kiyib o'ltirib to'ylarni qilib ketding? O medeniyet bulatdı o. Toylarda yerim yalang'aç yurganlar, o bu qilganlar, o erkinlik bo'lsa, sen Uyg'urning madaniyatini qanday qo'g'diding hamsa? Sening qo'g'dig'ingni men bir o'qib baqay. Ona tilni qo'g'didim deysa, ballalaring bir tal Uyg'urcha bilmaydi, yana ona til. Ko'p qirliq olimlaringlar bor sizlarniki, bizning emas-chimi? Hamma fanda doktorlik elayotgan bir inson bor. Ela konsul o'g'lanning cho'ng dadisi.
Hamma yerda so'zlasa, shuningga qilib o'ltiradigan u vaqtlar o'tib ketdi deb o'ylab baqsangiz bo'ladi. Biz uni ishki, tashqi deb turib tahlil qilmaymiz. Mavu zimin davosidan voz kechdi, avtonomiya davosi qildi degan narsaga biz allamagan tamg'a besib, isbotlari bilan ko'rsatib qo'ydik. Talay narsalar bor. U 60-bet, 125-bet deganlardan boshqa ne narsalar bor. O'zlarining qo'l qo'ygan. Anandikin ikkinchisi kelgan chaqda Quzat Altay to'g'riliq menga so'zlaganlar bekchiq. Voy, bu degan kamsitish. Xo'sh, kamsitish bo'lsa, men beshida ozroq nas ustida to'xtalay. Amerika Uyg'ur birlashmasininki ayni vaqtdagi raisi Robiya Qodirdi. U setib bo'lganni endi voyaga yetkazib turib, texnik xitoylashtirishga o'zining majiyanini o'rtag'iz qo'ygan bo'ldi. Shunda bo'ldi-ku, qarindoshlarim. Anandikin bu 7-navbatlik Dünya Uyghur Qurultayınınki aşı yığınağa namzat olup körsütüldü. Onundaki o vaxtıda Xitaylaştırış texim ilgirledi. İki ayrılanmaslık, qaysı ayrılanmaslık? Onu bilirsinler, minacı bildiğala aslı yazsanlar buludu. Anadaki 3 vekillik qilish degandek, şundaq təşviqatlar tazı yaxşı boldu deb oyladım. Dünya Uyghur Qurultayınınki nait osmanı keng, kuchuğu nait kengreken bulanınki. Onadaki tordaki razvedchiklarınki sözlerine qarab külük etdim. Mağ sözlep kitipdi, astığı yezip, vay bu degen kemsitish. Ondaqda kemsitish olsa mən sizlərə bir dəb berək. Bu kemsitishning qandaq bir ahval ekanligini. Xitayni Robiya Qodir türlərə ayırğandı. Meningcha esida bor qarindoshlarım aşağı chaplab qo'yinglar. Yaxshisi bor Xitoyning, eskisi bor. Xuddi Xitoy virusi mezgilida voy Xitoyning xalqininki ko'ngli kelib qolmasin deb Erkin Sidiq apandim chiqdi, talay-talaylar chiqdi. Kanadadan bir shaparang chiqdi, voy talay odamlar chiqdi. Chiqib xalq yaxshi deb. Undaqda bu xalq icra qilayotquchi buyruqni Xi Jinping yolg'iz o'ymi-o'y xalqlarga bosqinchilik qilib shunday qilatamda, ash guvohlik berguchilar, undaqda guvohlik berguchilarningki hamma degini yolg'on bo'lmamdi u vaqtida. Javob ber baxsun. Mo'shu kamsitishlar bizga irqiy qirg'inchilik elib berayotgan bir millatning pushtini biz yana da'voning ichida saqlab o'ltirish g'ururinga tegmamda. Seni kamsitmadimi? Xitoy bizni kamsitmamda. İşkir örgülərə bağlan vaxtlarımızda yataqma alanmaydigan işlarçu. Oğri, Uyğur dese o oğri. Anandaki nələqə kavab deydi. Yanrı uçar da baqıraydigan Uyğurlarını. Çegaoşu deyəm ba. Anandaki bu Şoğan vəqəsi. Şoğan qırğınçılığı. Bu Uyğurlarga ilmi bir iş qıldıma Xitay. Bu kamsitish emasmi? Erki qirg'inchilik 21 asrda bo'layotgan Yahudilarnikiga yetmidi deb turib bahabadi so'z o'yini umuba. Quzatnikini deyli. Seksi dava. Mustaqillik degan seksi dava deb chiqdi. Sening nimang bor? Amerikada o mashin to'xtatadigan yerning pulini to'layolmaydigan odamlarga sana nima mustaqillik qo'yibdi? Siyasi panalık dilaydigan gibi menden ispat alısan go. Mavi kemsitish. Bunun cinayetini maya qarib qo'yayli, mayli yalgan artıq yazsın, mayli yalganchilikdan nima ishlarni qilsin, onunga kirmedim tehi. Bu kemsitishlar yetmamda. Qaysini kemsitishlaymiz? Uyg'urni qiriyotganlarni qirsin demdik o vaqtida. Davanımı setip oğalanı setiversin. Xudayım oңuşap koydu. Allah oңuşap koydu demdik. Oylap beqinglar. O'rnimizdan turuş degan gap hamma adam iştimi müşkim to'g'ri chiqib so'zlisin demedik. O'yg'inib turib o'zingning ishingga o'zing ko'ngil bo'l dedik. İzlenip beqing. İzlenip baksanız buludu. Her bir torbetlerde İngilizce bildiğinler İngilizce izleseniz buludu. Fransızca bildiğinler Fransızca izleseniz buludu. Bizden başı birle meğvatkan ballarının işçidi mi? Her xil medeniyet seviyedeki ballar var. Okumağını sorayımız. Hemmimiz birbirimizden sorayımız. O men bilmə degen gep emez.
Hammamiz so'raymiz. Har bir naq maydondan keyin nima deb mushu naq maydondan keyin ma naq maydonni bekerak yaxshi ko'rdi. Anadan keyin qaysi uchurlarga bekerak qiziqdi deganlar ustida biz munozara olib boramiz. Anadan keyin biz naydi elastiklikligi va avrishimligi bor odamlar emas. Birden ayak ketip, birden ayak ketip, onunkini götürüp, bununkini götürüp, vay sorundan kaldım, vay kandağı olayım, kandağı giteme degen gemimiz yok. Biz birbirimizge yetimiz. Yetip aşımız. Mesela toyqıp oğalanım, toyqımı dedip, onunla aşında yalgan uçur berimiz. Bazılar soraydı, palançı toyqıgan mı, pokunç toyqıgan mı, xudu meniki kızıqqanışı, menin əgdişim kızıqqan oxşaş, cıqladın kızıqıdı. Neçe balısı oğalanımı biz pəqqat o da demək, toyqımağan dep durup dey, aşında yalgan uçur berimiz. Nemi şu kızıqsa xaqninki şəxsi turmuşuğa degen gep var. Munda işlabada, şunun üçün bizning topdaki dostlar, bir-birimizge nisbeten fikir erkinligimiz, hürmet qilgan, hammamizning shaxsiyligi hürmet qilgan asosda do'stlik o'rnatdik. Buningda har xil fikrlarni o'tirib qo'yib tashlaymiz, ba'zi munozirlashib, vaqirishib ketamiz, lekin bir nuqtada kesishimiz, vatan temasida, mustaqillik temasida kesishimiz. Fikir erkinligini saqlasangiz bo'ladi. Hissiyotingiz bilan so'zlagan vaqtingiz bilan keyin aqlingizni ishlatib turib, anandagi baho bergan vaqtingizni cho'qim farqlantiring deb turib bir-birimizga shundoq deymiz. Biz izlansak jiq narsalarga, jiq uchurlarga erisha olamiz. O'zingizmi javob topa olasiz. Odam yuzidimi tansa, ovozidimi tansa, qilayotgan ishlardimi tansa, u vaqtida qanday ahvolda bir odam o'zini tanidi. O'ylab beqinglar. Biz Xitoy pushti o'tdamizsin, Amerika Uyg'ur birlashmasiga bir Uyg'ur chiqsin, sap Uyg'ur qanadiki dedik. Bizning dushmanimizning qinava bir insonni o'tda uzmaymiz dedik. Bu erkiy kamsitish emas. Erkiy kamsitish degan sen Uyg'urga bir nazar sapaqa aqingda qanday qonliq voqealar bor. Qaysininga bir xo'shallik bilan yejib turib, tabassum bilan qaraya olaysa, agar Uyg'urli bo'lsang, sap Uyg'ur qini bo'lsang, qaysi qirg'inchiliklarga tabassum bilan qaraya olaysa, nazar sola olaysa, ilmiy da'vo deb ketdi. Bir qanchasi ilmiy da'vo qilish kerak deb. Men faqat Xitoy bilan Uyg'urni Xitoy bilan birlashib pul uchun setib etganlarga qaysi ilmiy so'zni ishlatishim kerak deb o'ylandim. Meni qanda tilligan bo'lsa, 2018 yilning oxiri 2019 qanda tilligan bo'lsa, men uninki ichidagi faqat bir so'zlikni ishlatib javob dedim. Tığı solap bəgən o bular kəmmədik tığı. Şu Amerikadaki yalğandın adukatlıq, mən adukattayım dep, aşı köşməllərinin idarəsine kirgen qızlağa adukattım dep, əməliyyat adukatlıq kinişkisi yoxlarının ki, fəqət tərcümanlıq salayeti bilen kirgenlər, mən adukatsızın işiniz dəl qıb bermə, vay mən manada əzara qıldırıb bermə dep olturub yatqanğı zoluğunu sır emas. O nəsləgimi mən ismini atmay turub, nəhayət çirayliq kirdim. Rabia Qadir'nin yenide tərcüman, katib, adukat, sərxillar bəkcik. Biz qaysı sərxillarını muşundaqlı kötərsək çoyluda bir muç poqu düşməydi. Yalğandısı aldımğı çıxsın dedim. Bir adamga azroq bo'lsa-mu bir narsa yo'qdi. Mayli siz o'qigan bo'ling, o'qimagan bo'ling, izlanish hamma odam o'rganalaydigan biri. Har qatimda deb o'ylayman, tova Xudoyim, bizga Xitoy shunday yaxshi muomala qilganmidi? Bunchalar so'ygularimiz teshib turdigan. Bu texnika deganimi o'rganish kerak, u odam ish bo'lmadi, oddiy kallangizdan savol qo'yishni o'zim o'rganing dedim. Onatga nomus qilmay o'ltirib, to'shtirib, erkiy kamsitish debdika. Voy, unda erkiy kamsitishlaringga, Ma'u millat davosining ichiga kirmagan bo'lsa, men uni nima desa desin, xuddi ba'zan bir vanxonlar bor torda. Voy, Xitoyni suymaymiz, aqlimiz, ko'qlimiz degan vanxonlarniki gap, uning inkos qaytarmayman. U degan o'zining mas'uliyatini, burchini ado qilyapti. U Xitoy grajdani deb o'zini e'tirof qilgan. Men Xitoy grajdani emas.
Undalarga kirmaymiz. Davaning beshiga chiqib olganlarga bir chaqlarda Erkin Abdullahga esilib olganda tova deb qolgandim. Oy sen o London soti deb turib belgi bazmida dutta deganni chap naqsh deganni varang ishlayotgan chaqda ajoyib ashunaga esilmidi. Agar Erkin Abdullah ashaga olgan bo'lsa poska aytib ketdim dedim. Heylik o'ynab ketgan naynaylarga chavoq chap o'tganlarning ichida Erkin Abdullah olgan bo'lsa shunda eslatdim dedim. Nədiki bir nəsləki söz oyunu arqılı kalı çeçiş həmmi yedi var. Hər yılı təkrarlandığan bəzən temalar bu yıl təkrarlanmadı. O işkincəydi bunu xulaslayman deb oylayman. Bulturmuşunda xulaslığandım. Təkrarlanmağan bir neçə yıl qaldı. Qazaqstan məsələsini biraz bir tatlap qatdı. Xitayını taşlap qoyub oturub Qazaqstandakı oxuculardan keçidiki toqunuş o bulağı esildi. Bəklə heyran qalarlıq, lekin qamlaşdıranmadı o. Mesela şu toplarda boğatkan nesle tezdili bir tema taşlandı. Ulğuyanmağandaki yeni bir pərdige almışdı. Bu topluğun içinde bazen WhatsApp toplarda yaşavatkan bir parazit kurtlara heyran kalma. Özden alap durup aşağıya anlap tipini yap, tılını anlap kılış. Neminin yurtdan gepi oyucu ha iştişka künüp kalan adamlar var ki. Manığı ya ki muşunun işçide manasını sezdim, manı bildim diyeligen olsan o ahli kuvvetine bağlılık bu. İşleyelsen hesap emez, kallanını işlesen mi hesap? Kallanını işletmişsen şu aynı petimci kalırsa, şu aynı vaxtıda 11 yıllık mecburi marifte kancılık birini öğrengemezsen şu petimci kap kalsa. Çetelik çıkıp azırak olsun bir adamın uçurunu sırtkı satmaslık, o bu digendek neslerge öğrensiniz bulat, yuxsu bulat dey. Mesela biz her kandak bir yerge kelgen çağda birbirimizni qoğdaymiz. Faqat bir-birimizning sirini bilmaymiz. So'rganlarga to'y qilgan bo'lsa, to'y qilmadi deymiz. To'y qilmagan bo'lsa, to'y qildi deymiz degandek ashundaq qilamiz. Sen nima uchun xalqning to'y qilgan, to'y qilmagani qiziqsa yoki xalqning qaysi davlat ekanligi qiziqsa degan masala bor. Biz faqat bu ishga kirmaymiz. O shaxsiy bir jidal majra yoki shaxsiy bir jodalar bo'lgan bo'lsa yoki ilm berim ishi bo'lgan bo'lsa, o'zi xolisa o'zining ovozini chiqarib qo'yamiz, rasmini chiqarib qo'yamiz. Undan boshqa hargiz qilma degan ishni hargiz qilmaymiz. Bu Rabia Qadirning masalasi, Dunyo Uyg'ur qurultiyining masalasi, hammasi tang sabdoshlarning masalasi. Bu bir Nimedeki mesele emas bu, ticaret meselesi emas bu. Bir ziminniki mustaqillik huquqidan voz kechish setivetkenlik meselesi bu cinayet mi bu? Bütün bir milletke cinayi javobgarligini bu topshirish kerak. O'tirg'i chiqish kerak devatimiz. Niye sarxillar bu? Rishad Abbas, Roshan Abbas, Olim Seyitov, onadikin Erkin Akram, Erkin Sidiq. Vay bu sarxillarning dastida Rabia Qadir qaysi sarxillar to'piga kirgan bo'g'idi? Rabia Qadir yolg'iz qilmadi, uni men bilmayman. Lekin Rabia Qadir qo'l qo'ygan. Bu aşı vaqtidagi ashinikining boshlig'i har bir yaninki masalan bir shirkatning bosh xo'jayinlari bo'lsin, qo'l qo'yadi-ku eng oxirida. Nəsələn həmmini o dokladını öz yalğız yazıb bulamaydı. Rabia Qadirninki bək kitabını oxuyatgan bo'lsa, mən unchilik ingliz səviyyəsi yoxluğunu bilimiz. Qanuni moddalar, o bularni qo'shish, onunğa yetmagandek özüm yazıb eskertish degandek narsalarga Rabia Qadirning səviyyəsi yetmaydi. Ömər Qanatning yetmaydi qisqasi. Endi Olim Seyitovni buludu desakmi? Lekin bu narsa pişip berilgen bir patva tayyor qilib qo'ygan, qo'l qo'ydigan odamlarniki kimlar qo'l qo'ydi? Tunogin men bir naq maydonga kirdim. Kirib ashuning ostida ba'zilar debdi, "Voy Rabia Qadir qilmabdi deganda Dilyar Musabaydan o'zim so'radim, javobini berdi. Rabia Qadir bosh tortib bulamaydigan mas'uliyati bor. Uni bir yolg'ondan ondaq so'z o'yini bilan chapayipish yoki inkos orqali uni buni qilish u xato. Bu yaşqı çoğun, yaşqı kichik degan masala emas. Yoki ba'zilarni qo'g'dash masalasi emas bu. Hammamiz rostchil bo'layli, qizil siziqimiz nada bo'lsa rostchil bo'layli deyli. Rostchillikni boshqa odamga qo'yib, siz o'zingiz amal qilmasiz, u vaqtda xato bo'ladi bu. Masalan, elastikliigi va avrishimligi va da'vo nega to'g'ri keldi? Bir davlatga, bir davlatning diplomatiya prinsiplardagi yoki aşı vaqtdagi o'lchamlarda uni qo'llansangiz bo'ladi. Lekin biz mustaqil bo'lmadik.
Biz hozircha mushu daşqallarning masalasini o'ttirg'i chiqarib, davani ish tozalanish kerak dedik. Xalq harakati orqali daşqallar tozalanish kerak. Cho'ylida to'xtag'idak bir inson chiqqan chaqda o'zi o'ngishib olalaydi dedik. Siz agar durust yo'lda bo'lsangiz, biz sizni qo'llaymiz. Durust bo'lmasangiz, hargiz onunğa palançti, pokunçti demaymiz. Çoqum fikrimizni köstimiz, bildirimiz, anlatımız. Anlamasanız to'g'ri chiqib deymiz. Mushunda gap. Agar u yerdan chiqatsizlar, Dunyo Uyg'ur qurultiyidan ayrılgan odamlar chiqatgan bo'lsa, bu dokladlarni ayni vaqtida ko'rmaganman shu chiqatgan xonimlar, apandilar. Agar birasi G'ulom Osmon apandim so'zligini nima anglagan, biz ma'lum uchurlar naq yeri kelgan chaqda ondan o'tirib chiqarib turib so'zlash qaroriga kelgandik. Lekin bir varaqdan kirmadik. Ha. Uni Dilyor Musabay so'zlabdi. Alloh rozi bo'lsin. Lekin ma masala va buning ishchiliksi zimin masalasi. Avtonomiya da'vosi qilib ziminning kashganlik ma'vu masala. Shuning uchun bu narsani tushuntirishni zimin deb turib dedik. Biz indigenis degan sirtdan kirgan uqum. Shuning uchun bu biz o millatdan bo'lmagandan biz uningga faqatla kirmaymiz dedik. Anandikin ilmiylikni kelgan chaqdimi jinoyatni yushirish uchun ishlatsangiz, sizmi jinoyatchi bo'lasiz. Anandikin men bir misolni olay. Men mush Nuriga kelib magistr o'qiganimning birinchi yili bir muallimim ashtaq degandim. O'sha Norvegiyada ikkin dunyo urush mezgilida nayt bir aqso'ngak bir oila, shunda o'qimishli odamlar chiqqan, bir sarxillar chiqqan, rasmiy sarxiljimi, mundaqlar emas. Chiqqan bir jamoatdan bir xoin chiqib kelib, dada xoin. Xoinlik qilib qo'yib, ma'lum bir shaharningki portlashiga shu nemislarning bombardimon qilishiga sababchi bo'lgan bir inson boti ajoyib o'qimishli odamlar chiqargan shu dodasidanki ismidan nomus qilib ismini o'zgartib familiyasini o'zgartib singibli ketgandi deganti. Hayo sezimi yo'qolsa izzat topmay shu to'rda so'zlayverdi. Rabiya qati chiqib so'zladi, so'zlagansi texim to'riq tushib ketdi tizaklari. Çapan degani ko'tarsangiz, o'ylashib ko'tirsiz. Dava hammamizning davosi, xalqning davosi ma'vu. Uyg'ur degan vatanda qirilib ketayotgan Uyg'urning davosi. Ma vatanning sirtidagilar ahli-o'shimiz bilan u dunyoni o'ylashmasangmi, bu dunyoda bo'lsa sharafliroq yashayman desang, bir mushundaqlik qiladigan millatga qo'zg'ishchilik xizmat qilgankan demisun. Biz hozirgi zamondagi sitnochi bo'lib qoldik. Sitnochi levzi turib chiqish yo'li yo'q edi shu vaqtida. Sitnochi nima degan? Voy, sitkongom, o'tib shu Qo'zat Xitoy shunda kamsitgandi. O'zingning millatingning qahramonlarini kamsitgan bir insonni beshingga chiqarib o'ltading. Oya sezimi bo'lsa, yo'q, men burun bundaq qilgandim, mening jinoyatimni endi o'sib qo'limda tatay deysa. Kimning zanjiri sening bo'yningda o'zing bilasan. O'zing bilasan. Agarda biz uyqumizni ochmasak, mushu davo yana shu bitimchi ketaverdi, yugurib yuraveramiz, oqidan ko'taraveramiz. Agarda ahloqlar ishlasa, Qo'zat Xitoy qarshi tursizlar. Bu bizning kamsitishlar emas. Uyg'ur davosini bunda o'mash qilib o'ynayotdi. Birdan futbolni kirib, "Voy mening ustozim, voy mundaq eg'irdan o'mlayma, oqda ko'kda" deganlarni qildi. Anadikin shu dunyo Uyg'ur qurultiymi har qatimda Xitoy demokratiyachilari bilan har xil temalarda so'zlasa 2 kun tillab qo'ysa, uningdiki yo'q. Masala u tillab qo'yish emas. Mala bizningdan emas. Bizning davo mustaqillik davosi deb mustaqillikda bir yerga keladi. Hammadan bir yer chiqish bitamaydi. Bizimiz sabdoshlarimiz bilan hammamizning hamma yer bir-birimiz uchun voy oydak pah emas. Undaq emas. Ya sizning fikringizga men qo'shilaman, ya menikiga u qo'shiladi, yoki o'rtaqlik hosil qilamiz ma'lum bir temada. Hargiz bir-birimizni voy sen degan sutdan oq demaymiz. Hargizmi? Davani siz
Oynayıversiz MTT qilib. Allah balayını verer dedik. Allah balayını bergiç oğarlık tuçu. Biz özümüz yerine şup bitim saxlap olduramdık. Tilemçi bir millet dep yezilip qilish kerakmi? Siz vatandagi hech kim bilan ko'rishamaysiz. O'g'irlikchi bag'allar xoin atılıdı. O'ylab yiqinglar. Aşındaq yaşaysız. Uruq tuqqanlari Amerikaga kelganlar bo'lsin, uruq tuqqanlari u yerga bu yerga kelganlar bo'lsin, to'yliq narsalarni shu vatanga berib kelganlar bo'lsin. Mushlardan sizlar bir septi mağalamsizlar. Aş toylarda yiyip, oynap olup, kucaklaşıp, hoşlaşıp bulup, anadaki mavi vatanga verip gelgende deyalaysizlar. Bir adamın kızıl sızıqı oldu, o sızıqqa hiç kim şanxoq qilmaslik kerak. Mening qizil siziqim vatan masalasida pokiz menish. U yerda bu yerda maydonsiz odamda azaldan xo'sham yo'q. Men ba'zan birlarninki temasining ostiga kirib inkas yezishim. O mening aşı tema ustida o'zimning ko'z qarashimni bildirganligim. Hergiz o mening sabdishim ekanligini ifodalaganim emas. Bu aniq bo'lsin. Bizning sabdashlarimiz o'zimiznikida tema chiqiramiz, o'zimiznikining ostiga yozamiz, fikrimizni bildiramiz. Anadaki bu doğrusunda məsləhətləşimiz, anadaki hər qatımlıq nəq meydanındakı qaysı noktası bombadı, qaysıga texmi kirişimiz gerek, qaysını texmi kengaytishimiz gerek de bir-birimizga fikir berimiz. Sizlar agarda siz o'ylab yiqin bu vatan davası bilim bilan chiqadigan vaqtingiz, rasmiy ustalga chiqqan vaqtingiz. Hozir xalqni uyg'otish harakati, xoinlarni tozalash, uçurlarni bildirish, Uyg'urni xalq harakatiga texmi kengaytib turib xalq harakati qilishimiz kerak deb da'vat qilish. Hergizmi onunğa siz bir inkaslarmi qila olishingiz mumkin. Ba'zi inkaslar xuddi bizningki tordagi do'stlarimizningki temaları, baş suratlar, uyabiyalar uçup yürüydü. O biz için bir hoşallık. Biz aşırı təsir göstərilganligimiz üçün şundaqdaydı. Xuddi bir zumratni 1000 zumrat deb turib hesablaydı. Bizning do'stlarning hammasini zumrat deydi. Kulib ketgandik. Ovozlar so'zlashgan vaqtda bir-birimiz shunda qaqaqlab kirmiz. Avo, mavo deb turib kulib ketimiz. Kulib ketgan vaqtimiz va anandaki muhim bir narsalarga temaga kelgan chaqda tezdan kulkimizni yig'ishtirib, anandaki mandaq qilayli majiyati texnik kuchayli deb turib qaror olamiz. Mushu hozir Uyg'ur davosini satqanlarchu hayat-ku. Rabia Qadir hayat. Ömer Qanat hayat. Aşının ton keygizip mülgedi. Alim Seytup hayat. Roşa Abbas hayat. Rişat Abbas hayat. Erkin Ekrem hayat. Hemmisi şu yerda vazife ağallar. Kimning qanchalik ishlarni qilgani o'ziga ayon. Onun üçün siz özünüz mavi mening rehberim emas, bu biz üçün vakalatçı emas deb turib qilsangiz tugaydi bu ish. Anadaki özünüz bilgen boyunca emas, bir noktada zemin noktasida kesishib turib bir-birimizni qo'llaymiz. To'g'ri ish qilganlarni qo'llaymiz, xato ish qilganlarni tanqidlaymiz. Her qitimda bir temalar tashlangan chaqda hayron qolarlik ishlar bo'ladi. Ben tünögünki bir meselini deyim qilib qoldim. Elastiklik degan gaplar chiqqan chaqda bu elastiklik degan gap bizga to'g'ri kelmaydi dedim. Jiq do'stlarimizga tünögün kechligini ochgan biz tong atganda uxladik. Shu vaqtida elastiklik degan so'z to'g'ri kelmaydi bizga deb bir fikrda kesishdik. Chunki biz mustaqil özünüzün menfaatiga to'g'ri kelgan chaqda qonuni yo'q, Uyg'urninki soti yo'q deysiz, advokati yo'q deysiz. Özünüzün menfaatidan mandaqli bo'lgan chaqda o'zingizni bir davlatdek, bir davlatning prezidentidek manda emas, anda desangiz o xato bo'ldi. Xato bo'ladi. Bizning masalamiz hozir tezdan da'voning ishini tozalash. Xalq harakatimiz shu. Bizning xalq harakatimizning birinchi natijasini deb beray. Rabia Qadir chiqdi eliq ekranga. Chiqmamdiki deb turib, men bilan do tikishganlar batdi. Chiqmaydi deb. Chiqdi. Menikiga chiqolmaydi. Mening savolim degan liq tursa qanday chiqdi? Rabia Qadir chiqolmaydi. Lekin, o ekranga chiqdi. Chiqib nima dedi? Uyg'ur uyi to'g'riliq so'zladi. Uyg'ur uyining oxir chiqqani yo'q. O'zining manfaatidagi narsani so'zladi. Uyg'urning manfaatiga oid so'zni agib o'tib,
NED to'g'risida o'zininki Dünya Uyghur Qurultayı'nınki şapaatçisiligini ispatlab qo'ydi. Buni uqdiq. Agar siz yanala ko'zingizni yumbasangiz, o vaqt siz tuzkor bo'lasiz. Millat uchun tuzkorlik qilgan, osiylik qilganlarniki shu chapinni ko'targan bo'lasiz. Agar aqlingiz hushingiz joyida bo'lsa, men eng oddiy til bilan ifodalab kelyapman. Har qanday so'zimni eng oddiy til bilan ifodalab kelyapman. Men ingliz so'zimidim. Biz mav ishki ishlarimizni cho'qim Uyg'ur tili bilan hamma odamning bilishiga sunish uchun Uyg'urcha so'zlayapmiz. Sap Uyg'ur tilida so'zlayapman. Men turkcha aralashtirib tamam. Mundaq degan gapni qo'shmayman azaldan. Tamam degan gapni ishlatmayman. Agar siz azroq bo'lsin vicdanınız bir xil bo'ldigandek, bir titirgandek bo'lsa, o'ylanib yiqing. Mush nima qilyapman men? Osh vatandagilar qon to'kkan, jinini verganlar yoki hozir shu lager turmalarda yetayotganlarning ichida igisiz mening tuqqanlarimni bo'lgan bilan men igi chiqman, lekin boshqalarchi degan gap azroq bo'lsin savol qo'yib baq. Mushuningda Alloh jazolaydi aqasini. Jazolaydi. Uyg'urni satqanlarni cho'qim tatib chiqarish kerak. Sahnaga chiqib javob berish kerak. Robiya Qodir, odulimga chiqmasang, qaysi ekranga chiqqan bo'lsa, shu ekranda javob berishing shart, Robiya Qodir. Nay qilma. Aldingmi? Nay qilma. O'lsangmi, men deb o'lgan, deb bo'lib o'lgan, duo qilay. Tövbe qilganti deb. Desangmi deb o'l. Quzat Xitoy, tezdan o'rin bo'shat. Nayniyingni senmi yig'ishtir? Tezdan bo'shat. Bu ko'p qismli televiziya teatri bu yilning oxiri oyoqlashamdi yoki kelar yilg'imi kiramdiq shan sharaf bilan uni bilmaymiz. Biz hargiz voz kechmaymiz. Qarindoshlarim, da'vo Uyg'urning xalqining da'vosi, Uyg'ur xalqining da'vosi. Vatanning igisi vatanda, lekin da'voni ular qilmaydi. Vatan sirtida xoinlarni bo'lsinmi, mush dashqonlarni bo'lsinmi tatib chiqarishga bizdeklar as qo'shishimiz kerak. O vaqtda siz Uyg'urtum desangiz bo'ladi. Uyg'urtum desangiz bo'ldi. O sarxillarni an tozalab etib, manim akilib, man tozalab olib, uni akilib deganlar, o vaqtda siz yana shu tarafdor bo'lmamsiz? Bir chaqlar Jin20 deganlar batdi. Ular yo'qab parchalanib ketgan bo'ldi. Yana Dünya Uyghur Qurultayıga kirganlar keyin burun chikatgan deb chikatgan bo'lsa, nima uchun chikatgan deganni o'zining og'zi bilan demaydi. Uyqumuzni ichib baqayli. Har holda so'zlaganlarimdan azroq olsun manfaatlansangiz, o mening xushalligim. Allah razı olsun hammanglardan, rahmat sizlarga.